Assalomu alaykum kanallarimiz hurmatli obunachilari va hurmatli do'stlar. Bugungi sotuvga chiqqan xonadonimiz azda Xorazm Palasining ro'parasida azda yo'la yaqin yerda 4 qavatli panelli domni 4-qavatida bir xona kvartiramiz sotuvga chiqdi. Zo'r masada joylashgan. Bog'cha maktab yangginasida joylashgan azda. Marshrutlar azda B dan 19, 17, 7 marshutlari o'tib turibdi. Hammira o'ngayli deyotgan bozor ham bir adım shu yo'ldan azda 5-6 mutabaraslar. Beda shahar nologi, Avlosun hokimiyat, Transkart, Agah teatr, Jaloliddin Mangu beda haykali azda zo'r mestada, mesta plajdan umuman gap so'z bo'lishi mumkin emas. Bog'cha maktabi ham bir adım yerda joylashgan hurmatli obunachilar. Ko'chalarning polni asfalt bo'lgan ajoyib bir lokatsiyada joylashgan shunday xonadonni sotib olishdi. Narxini videoning davomida aytib o'tamiz. Videomizni to'liq ko'rib qo'ysanizlar, narxini ega bo'lasizlar. Bizda ham barcha ma'lumotga ega bo'lasizlar. Qani ketdik bir yakta xonadonni ko'rib, danishib o'tamiz. Hurmatli obunachilar, 4-qavatga yetib keldik. Mesta plajasi zo'r ekanizlar. Xorazm Palasi yaqinida 4 qavatli panelli domni 4-qavatida. Remontdan chiqqan bir xona kvartirada ishlar ham o'zgargan, polni kirgandan bedene koridor joylari, ishlar ham o'zgargan. Plastik romlarning sanuzelniki qanday ishlar, high-tech, sudda ishlar ham bor. Oyoq tiklari hurmatli obunachilar ham laminat, pol qilganlar. Asosiy xona joyidan boshlaymiz. 3.5-60 kattalikda tushgan ko'rtugan sen mo'yishi aboylar. Bu yerda yechdim komida ekan, hammani olib ketadiganlar hurmatli obunachilar. Ochiq balkoni bor, jaluzlari boylang. Meydacha ko'makasa balkon. Va bu tarafda TV zonasining karnizlar qisilgan, lyustralar osilgan. Hurmatli obunachilar, bu tarafda sanuzeli, polning kafildan chiqib turibdi. Patolog natijali. Suv, svet, gazdan umuman muammo yo'q. Bu tarafda esa oshxona qismi. Hurmatli obunachilar, gaz plitasi, kalabida, mo'ykalari, har qanday farqlar qilingan. Oboydan chiqqan aynalar plastik romlardan bedening podogoniklari ham o'rnatilgan. Yerda registrlar ham ajoyib. Registrlardan zamonaviy xizmatlar qo'ygan ekanlar hurmatli obunachilar. Bizlar xonadonimizni orientini aytib o'tsak, Urgan shahrimizda Xorazm Palasining ro'parasida 4 qavatli panelli domni 4-qavatida bir xona kvartirani sotib olishdi. 285 million so'm aytilib turibdi. Kelib ustida savdosini qilib olsangizlar bo'ladi hurmatli obunachilar. Bizlar kvartiramizda yaqin atrofda bog'cha, maktab bor. Yangginasida joylashgan. Marshrutlar o'tib turibdi. 19 marshrut o'tadi. 7 bilan 19, 17 marshrutlar o'tadi. Hammira o'ngayli dehqon bozori ham bir adım yerda joylashgan hurmatli obunachilar. Shahar nologi, Avlosun hokimiyat, Transgaz, hurmatli obunachilar, Milliy bank, Ahmad Chizdizm. Hammira o'ngayli cho'tki mesadan shunday bir xona qarab yurgan yaqinlaringizga videoni ulashib qo'yasizlar. Xonadonimiz narxi 285 million so'm, kelishidan yeri bor. Dokument ham 100% sayyor holatida izlar. Hurmatli obunachilar, bizlar hammaga sog'lik, omonlik tilamiz. Keyingi videoda görüşguncha xayrlab qolamiz.